Timtaslıqni buzuş. Abdori Qaysar Mecid. Her insanның hayatida aytadigan hikoyasi bo'ladi. Jumladan meningmi bor. Kommunist Xitoyda Uyg'ur bo'lib o'sib yetilish jarayonida men bir siyosiy tuzumning birovning tanlashiga qanday ta'sir ko'rsatadiganligini ham bir ijtimoiy o'zgarishning shaxslarning hayotiga, taqdiriga, jamiyat va dunyo qarshiga qanday o'zgarishlarni elib keladiganligiga shohid bo'ldim. Kommunist Xitoy hokimiyatining hukmronligi ostidagi atalmış Uyg'ur avtonom rayonida yashayotgan Uyg'ur xalqi navbatda beshidan kechirayotgan qismat bilan ularning o'tgan asrning 80 va 90 yillarning beshidagi hayotini selishtirib, men ashu 10 yilning nisbatan yaxshi chaqlar ekanligiga ishondim. O chaqlarda Xitoy davlatiga oz to'la erkinlik ro'yiga ega Xitoylar rahbarlik qilayotgan bo'lg'achqa Xitoy davlati yangi bir davrga qadam bosdi va dunyoga to'nilishga boshladi. Shuning bilan birga dunyomo bu qadimiy sirliq shundaqla ma'lum ma'nodan olganda hozirgi Xitoylarni tanishga boshladi. Bu islohotlarning natijasida Xitoy fuqarolari jahil tipdagi kommunist ideyasidan tezlik bilan ig'ib, nisbatan erkin tafakkurga, g'oyaga ham rangarang ideyalarga ega bo'lishga boshladi. Shu vaqtda Xitoyda millionlagan yoshlar inglizcha o'rganishga, chet el kinolarini ko'rib, do'rashqa, chet el musiqalarini anglashga boshlagan bo'lib, meni o'z ichiga olgan Uyg'ur yoshlarimo bu iqimga agishib, qalbimizga erkinlikning urug'ini ko'mishga boshlagan edik. Mundaqcha aytganda, biz o'zimiz yashashni orzu qilgan hayotni vujudga keltiradigan erkinlikka talpingan edik. Men oliy maktabga kirgan chig'imdan boshlab inglizchani o'zligimdan o'rganishga boshlagan bo'lib, shu chaqlarda chet elning musiqalarini ham Paul Simonning Timtasliqning sadosi deganga o'xshash naqshlarini yoqtirib anglag'anim hozirmi esimda. Men bu naqshini bak yaxshi ko'rgan bo'lib, uning lirikasini yodga bilatdim. Zuvansiz so'zlashidu ular shundoq, tingshimay anglashidu ham ashundoq. Ayni chaqda bu misralarni yodlashim, inglizcha o'rganishimga ham shaxsiy tirishchanligimni ishqa selib, xususiy erkinligimga erishishimga ko'p ilhom bergan edi. Oxiri ingliz tilini tirishib, pishiq o'rganganning natijasini ko'rdim. Bu jarayonda oqqizgan tarlarim bekorga ketmadi. Men Sharq Shimol universitetining o'qish mukofotiga erishib, Amerikadagi dangliq oliy maktablarning biri bo'lgan Harvard universitetiga o'qishga keldim. Shuningdan e'tiboran bu buyuk Boston shahridagi mendan burun yerlashgan necha avlod ko'chmanlarga o'xshash meningmi bu shahardagi o'qish, turmush hayotim boshlandi. Mana ko'zni yumib ochqicha oradan 20 necha yil o'tib ketibdi. Nurg'un narsalarda o'zgarish bo'pti. Mening taqdir qismatimdimi yaxshilanish bo'pti-yu, ammo mening xalqim, qarindoshlarimning taqdirida bargancha nacharlashish bo'pti. Navbatda Uyg'urlar boshdan kechirayotgan mudish kunlar, tortayotgan zulmlar, balkim tarixdan buyanqi eng dahshatlik va eng qorong'u kunlar bo'lishi mumkin. 2017 yildan buyon kommunist Xitoylar vatanimizda yuzlagan jazo lagerlarini qurib, millionlagan Uyg'ur, Qozoq ham Qirg'iz xalqlarini qamab oldi. Olimlarimiz, korxonchilarimiz hamda jamoat arboblarimizga har xil tuhmat, o'ydirma jinoyatlarni ortib, turmalarga, lagerlarga soladi. Kommunist Xitoyning Uyg'ur xalqini bundoq kollektiv yo'sinda qirg'in qilishi, inson qalbidan chiqqan uslubda vahshiylarcha qiynishi, muajiratda yashayotgan Uyg'urlarning yuragimizni laxti qilmoqda. Adolat va yordam talab qilayotgan noli faryodlarimiz dunyo ahlining, bo'libmi dindoshlarimizning quliqiga yetmayotidi. Peyğamberimizga va ahu zarlarimizga qarta bütün dünya sükut qilmoqda. Hamma o'z g'imi, o'z ishi bilan Nagili barsak,
qayergili qarsak, shu yerdan timtasliqning, ya'ni o'likdak qo'rqinchliq timtasliqning hidi kelyotidi. Dal shu kunlarda timtasliqning sadosi degan bu naqshining qimmatini qayta his qilishga boshladim. Bu naqshi yezilib ham aytilib, yarim asrdan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-mu, insonlar texicha bir-birini so'yishga amalsiz edi. Bu ahvol kommunist Xitoylarning Uyg'urlarni keng ko'lamda vahshiylarcha bostirishida texmi gavdalandi. Xalqaro tashkilotlar va diniy organlar tutamg'i chiqqidek bir narsa demidi va qilmadi. Uyg'urlarning bu kunlarga qilishidagi sabablarning biri bo'lgan mamlakatlarmi, ya'ni Uyg'urlar ziyorat qilib kelgani sabablik jazolanishga bahona bo'lgan mamlakatlarmi qo'lig'ini yopirib oldi. Himmatsiz ham umidsiz qolgan xalqim duch kelgan bu ochiq tragediyani ko'rib, men o'zimga o'zim ashu naqshidagi bir necha misrani takrar pichirladim. Timtasliq sadosini buzish uchun hech kimda jasorat yo'qki, jur'at yo'q. Nadonlar, dedim sizlar uqmaysizlar, timtasliq kuchaymoqda bir rak kabi. Xuddi ig'ir bir tosh ostida qilib yonchilayotgan yuragimdagi bu ig'irliqlarni qanday qilib yenikiltishni bilolmagan chog'larda o'tgan asrning 60-yillarida Harvard universiteti o'quvchilari orasida suyulib anglangan bu naqshini qayta anglayman. Agishib billa aytaman. Bu naqsha dal Uyg'urning hozirgi holatiga uyg'un kelgan. Xuddi Paul Simon bu naqshini Uyg'urlar uchun ijod qilgandek tuyuladi. O'tgan 2 yil ichida men Harvardda Uyg'urlarning kechmishiga qarta paydo bo'lgan, sukutni buzgan go'zal qalb egillarining maydonga kelganiga diqqat qildim. Aldi bilan 2019-yil martda Beyjingga ziyoratga borganida mashhur Uyg'ur shoiri marhum Abdurim O'tkir apandining she'rini o'qish orqali Xitoy doiralariga Harvard jamoatining Uyg'urlarning taqdiriga ko'ngil bo'layotganligini eskartgan Harvard universitetining mudiri Lawrence Bekow apandimga rahmatimni bildiraman. Uyg'urlarni xuddi 5 barmoqini bilgandek biladigan, ham ularning taqdiriga chin niyati bilan ko'ngil bo'lib, batirlik ko'rsatgan Harvard universitetini bitirgan Joshua Freeman apandiga o'xshash Harvard azmatlarga rahmatimni bildiraman. Uyg'urlar uchun so'zlagan bash elchi Samansa Power xonimga o'xshash Harvard o'qituvchilariga ham rahmatimni bildiraman. Akbar Asad uchun dast turgan Harvarddagi 70 o'quvchilar tashkilotlariga, shundaqli yana Uyg'urlarning erkinligi uchun tirishayotgan Harvarddagi nurg'unlagan nomsiz qahramonlarga ham rahmatimni bildiraman. Harvarddan chiqqan bu sadolarni ko'rib, mamlakatimizning hammamizning yiltizi bir degan shuarining Harvardning ro'yiga singanligini ham dal ashrohning Harvardliklarning dunyoning unutilgan bo'lgan pishqoqlarda yuz berayotgan adolatsizlik bo'lsa-mu, uningga qarshi harakat qo'llanishga haydakchilik qiladiganligiga ishondim ham faxrlandim. Bu xil oliyjanoblik mening minnatdorlik bildirishimga arziydi, albatta. Manba Harvard universitetining Crimson gazetida 2021-yili 29 mart e'lon qilingan shu nomli maqolaning Uyg'urchasi.